Endi esa yangiliklarimizga o'tamiz. Birinchi yangiligimiz keyingi A16 Royal Pass'da va nihoyat yangi yuz qo'shilar ekan. Mana erkak va ayol uchun ham mos bo'ladi, ko'rishlari mumkin. Mana shunaqangi koreys sifat, yapon sifat odamni yuzini qo'shishar ekan. To'g'risi, birinchida turadigan mana shu koreys yuziga sal-pal o'xshab ketar ekan, deyarli katta farqi yo'q. Lekin Royal Pass'imizda qo'shishar ekan, yaxshi qilishibdi. Menimcha katta ehtimol bilan o'sha obmen bo'limida arzonroq yuzga sotib olishimiz mumkin bo'ladi. Qiz bola va o'g'il bola yuzlari mana ko'rishlaring mumkin. Keyingi yangiliklarimiz esa yangi rejimdagi bo'ladi. Tug'ilish oroli va samolyot uchishida hozircha umuman o'zgarishlarni kiritishmagan. Mana bu yangi rejimimiz xaritasi. Bu safar asosiy eventimiz shooting range va fermani pastki qismida bo'lar ekan. Bunaqangi bahaybat katta event bo'lar ekan va eventimizning nomi Penguin City, ya'ni pingvinlar shaharchasi deb nomlangan ekan. Eventimiz yetarli darajada bahaybat va qorlar bilan qoplangan. Pingvinlar shaharchasi eventi o'zi ham 3 xil joydan iborat. Kichik pingvin uychalari va asosiy drop oladigan o'rtadagi uy. Event ko'rinishi prosta go'zal, mazza qilib ochishsa bo'ladi, yashirinib ochishsa ham joylar juda ham ko'p, lootlar yetarlicha va eventni o'ziga yarasha yangicha qurol va qobiliyatlari bor. Aytgancha eventda ba'zi bir burchaklarda shunaqangi pushkalar bor, oldiga borib, chekirib olib, bemalol eventdan osonlikcha qochib ketsak bo'ladi. Yangi rejimimizning asosiy qurilmalarini xaritada belgilangan mana shu droplardan olsak bo'ladi. Ulardan biri bu maxsus muz otadigan raketa va baliqli shprits. Muz otadigan raketa yangi rejimimizning eng kerakli qurollaridan biri bo'ladi desa adashmaymiz. Bu qurol orqali siz dushmanlarga muzli o'q otib, yaxshigina jonni olishingiz mumkin yoki-da dushmanni oyog'ini tagiga o'q otsangiz, yer muzlab qoladi va muzda ustida turgan dushman qurolsiz mana shunaqa tarzda sirpanib, ajoyib emotsiyaga o'xshash narsa qilib turar ekan. Bu payt siz dushmanni bemalol otib o'ldirib tashlaysiz bo'ladi. Ya'ni qaysidir joyda skvat ko'rdingiz, o'shanga qarab mana shu muzdan otdingiz, tayimiz bo'ldi. Ular o'sha qo'liga qurol ola olmaydi mana. Muzda turibman, qo'limga orujani ola olmayapman, ustiga bossam ham oruja olinmaydi. Shuningdek, bu qurol transportlardan ham yaxshigina jon oladi. Hozir beta versiyada mana ikkita o'q bilan o'sha dachani ham, UAZni ham, bagini ham mana portlatib tashlasa bo'lar ekan. Raketani ikkinchi qobiliyati ham bor. Mana bu tugmaga bosish orqali biz uchish funksiyasini ishlata olamiz. Pastdan, tepadan, juda tepaga ham ucha oladi. Hozircha beta versiyada uchishni vaqtini cho'zib qo'yishga adashmasam, keyinchalik kamaytirishadi degan umiddaman, chunki 1 minut ham uchib yuraversa ekan. Bu degani anchagina balandroq joyga ham va uzoqroq joyga ham qochib ketsangiz bo'ladi. Menimcha shu 15-20 sekund qilib qo'yishsa kerak va balandligini ham kamaytirsalar kerak. Yana bir foydali tomoni, uchib ketib turgan joyimizda ham muz otib, dushmanga o'q uza olamiz. Yoki-da o'sha maxsus pritseli ham bor. O'sha pritsel orqali ham uzoqdagi dushmanlarga mana shunaqa tarzda muz uloqtirib, jonini ola olamiz. Keyingi asosiy lootlarimizdan biri bu baliqlik shprits. Bu baliq orqali biz jonimizni va energiyamizni bir vaqtda o'zida full qilamiz. Ya'ni bir xapa bo'lib jonimiz juda ham kam qolib ketdi. Shu baliqni mana bu joyga bosib turib, o'zimizga ursak, xuddi shpritsga o'xshab qabul qilyapti. Shuna qilsak, jonimiz to'ladi va energiyamiz ham full bo'lib qoladi. Yangi sezonimizdagi eng zo'r jon to'ldiradigan aptechka desak bo'laveradi. Shuningdek, bu baliqni boshqalarga ham uloqtirsak bo'ladi. Sherigimizni uzoqda ko'rdik, joni kam. Shunday baliqni olib turib, aptechkara bitta otamiz, sherigimizni joni avtomatik to'lib, energiyasi ham to'lib qoladi. Va yana bitta plus tomoni, eng zo'r tomoni, mabodo sherigingiz nok bo'lib qolsa, ya'ni yiqitib qo'yishsa, mana shu baliqni sherigingizga qarab uloqtirsangiz va unga tegsa, sherigingiz endi o'zini o'zi ko'tara oladi. Siz borib uni ko'tarishingiz shart emas. Xuddi arvoqcha ko'targani kabi sherigingiz o'zini o'zi turg'aza oladi. Shuningdek, baliqli shpritsimizda yana bir zo'r tomoni bor. Qachonki siz bu shpritsni qabul qilganingizda, birinchi 3 sekund yoki 4 sekund ichida personajimizning tezligi juda ham tez bo'lib qoladi va dushmanlarga push qilishda yoki dushmanlardan qochishda sizga yordam beradi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham tez harakat qilib, kerak bo'lsa qo'limizda qurol bo'lsa ham juda ham tez harakat qila olamiz. Menimcha bu juda ham zo'r. Xullas, keyingi yangilanishimizdagi eng kerakli foydali aptechkalardan biri bu baliqli shprits bo'lib qoladi deb o'ylayman. Qani, baliqli shprits sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Yangi qishki rejim uchun razraботchilar yangicha transport va ajoyib muzli qobiliyat ham tayyorlab qo'yishgan. Afsuski, ularni hozir men o'zim beta versiyada ko'ra olmayman. Katta ehtimol bilan beta versiyaga keyingi haftalarda qo'shishadi, lekin menda tayyor razraботchilardan video bor.
Yangi transportimiz pingvin ko'rinishida bo'ladi va ichiga 4 kishini sig'dira olar ekan. Transportda oddiy tezligi 70-60 ga chiqadi va maxsus qorli qobiliyatini ishlatsak 50 tezlikda yuramiz va o'sha transportni oldida bunaqa qor yig'ilar ekan va dushmanga o'sha qorda otsak bo'ladi. Yomon emas, ko'rinishi chiroyli, noodatiy transport. Muzli qobiliyatiga keladigan bo'lsak, ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, Super oila degan multfilm bor. O'shanda qora tanli muz odam bor. O'shani mana shunaqa qobiliyatini olib qo'yishibdi. O'shanga juda ham o'xshar ekan. Ko'rinishida gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqangi chiroyli muzda surfing uchadigan qobiliyatni keyingi sezonda bizga qo'shishar ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir zo'r yangiliklarimizdan biri bu nastroykadagi pritsel bo'limiga yangi 3 ta pritsel qo'shib qo'yishgan. Agarda siz oddiy default pritseldan zerikkan bo'lsangiz, keyingi yangilanishdan boshlab mana shu yangi 3 xil pritselda o'zingiz tanlab, o'zingiz xohlaganingizni qo'yib, mazza qilib PUBG Mobile o'ynashda davom etishingiz mumkin. Pritsellarning ko'rinishi yomon emas, juda ham zo'r qilib yasab qo'yishgan. To'g'ri bir versiyamiz yana bir ajoyib yangiliklardan bittasi bu o'likni yashigini ko'tarish. Keyingi yangilanishdan boshlab birorta dushmanni o'ldirib, xavfsizroq joyda uni loot qilmoqchi bo'lsangiz, bemalol mana shu tugmani ustiga bosib, yashigini ko'tarib, o'zingizga qulay bo'lgan joyga borib loot qilsangiz bo'lar ekan. Juda ham zo'r. Loot sevadigan sheylaring bo'lsa, sizlardan lootni boshqa joyga olib qochib ketib, o'sha yerda loot qilsa bo'ladi. Plus, bu ham foydali, zo'r yangiliklardan bittasi. Keyingi yangiligimiz esa to'g'ri bir versiyadan boshlab qurolni o'qlaganimizda qurolni ustida o'sha o'qlaganimizni animatsiyasi shu tarzda yurar ekan, ya'ni 1% 2% ga o'xshab bunaqa o'ngdan chapga yuradi va o'sha qurol qanchalik tez o'qlanayotganini o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz bo'ladi. Juda katta e'tibor beradigan narsa emas u. Shunaqa yangilik qo'shishibdi. Aytgancha to'g'ri bir versiyamiz yana bir ajoyib yangiliklaridan bittasi bu Erangeldagi Rajok joyini chap tomonda o'sha suvli shahar bor edi, Water City. Shuni hududini butunlay o'zgartirib, yangicha Water City holatiga olib kelishibdi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rinishi juda ham zo'r, ancha zamonaviy, zo'r qilib yasab qo'yishgan. Bu narsani ancha avval PUBG Mobile Xitoy versiyasi va kompyuter versiyasiga qo'shishganda va nihoyat bizni global versiyamizga mana shu Water City kirib keldi. Ko'rinishini ancha chiroyli qilib qo'yishgan. Qalay, ko'rinishi sizga yoqdimi, yoqmadimi? Kommentarda o'z fikringizni qoldiring. Va nihoyat tushib, mazza qilib ochishsa bo'ladigan joy bo'lib qopti. Qanaqadir suvga tushib, suvda yurmaymiz endi. Keyingi yangiligimiz esa hub lobbisida ham fasl o'zgaradi va atrofimizni qorlar mana shu tarzda burkab olar ekan. Muzli ajoyib hub lobbisini yasab qo'yishgan. Qishki rejim kelgani uchun hubni ham mana qish ko'rinishda yasab qo'yishibdi. Gap yo'q. Keyingi yangiligimiz esa to'g'ri bir versiyamizda o'yinga naqd yangi 4 ta достижение missiyasi qo'shilar ekan. 3 tasi yangi rejimimizga bog'liq va bittasi 2026-yil kelganda menimcha o'sha o'yinga kiringmi, qanaqadir degan xitoychalar yozib qo'ygan. Xullas 4 ta достижение missiyasi qo'shilar ekan, to'rlasini bajarib, достижение ochkoyimizni ko'tarib olsak bo'ladi. Xullas, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomizda to'g'ri bir versiyamizda qo'shiladigan ba'zi bir yangiliklarni ko'rib chiqdik. Hali beta versiyamiz 1-2 marta yangilanadi va boshqa yangiliklar qo'shiladi. Ular haqida ham tez orada albatta video qilamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Aytgancha videolarimizni ko'rib turgan odamlarning yarmidan ko'pi obuna bo'lmasdan ko'rishar ekan. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bizning kanalimizda unaqangi bo'lmag'ir videolar kam chiqadi. Faqatgina shu yangilik juda bo'lib qolsa, normalniy open case video chiqaramiz. Xullas, sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad, doimo birinchi o'rinda olib yuringlar.